Joriy yilning 28-may kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konserti bo'lib o'tdi. Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi majmuasida joylashgan konsert zali aslida 2400 nafar tomoshabinga mo'ljallangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, konsert tashkilotchilari 7000 dan ortiq chipta sotgan ekan. Konsert dasturi o'tkazilgan Davlatobod tumani G'irvansoy ko'chasida joylashgan Afsonalar vodiysi bog'ining yozgi amfiteatri 2 sektordan iborat bo'lib, 2664 nafar tomoshabinga mo'ljallangan. Tadbir tashkilotchilari tomonidan konsert kuni taklifnoma asosida kiradigan fuqarolar uchun amfiteatrning oldi tomoniga qo'shimcha yana 500 ta o'rindiqlar qo'yilgan. Konsertga chipta bilan tashrif buyurgan aksariyat fuqarolar o'zlari bilan 2-3 nafargacha voyaga yetmagan farzandlarini olib kelganliklari hamda ular chipta olgan boshqa fuqarolarning joylarini egallab olganliklari uchun amfiteatr o'rindiqlari to'lib qolganligi natijasida ko'plab tomoshabinlar zalga kira olmaganligi ma'lum bo'lgan. Konsert dasturini o'tkazish davrida jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hududiy 100 ga yaqin ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va favqulodda vaziyatlar boshqarmasining shaxsiy tarkibi xizmatga jalb etilgan bo'lib, konsert dasturini o'tkazish davrida favqulodda holatlar va ko'ngilsiz hodisalar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Aslida tadbirlar, konsertlar, umuman olganda ommaviy yig'inlar qanday tashkillashtiriladi va nimalarga ahamiyat berish lozim? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 29-iyuldagi 205-sonli qarori bilan tasdiqlangan ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga muvofiq tadbir tashkilotchisi tadbir o'tkaziladigan joyning ma'muriyati bilan birgalikda ushbu joyning sig'diruvchanligini hisobga olgan holda tadbir ishtirokchilarining sonini hamda ommaviy tadbir o'tkazish vaqtida fuqarolarning xavfsizligini va jamoat tartibini ta'minlashga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillarni aniqlashga majbur. Tadbir o'tkaziladigan joyning ma'muriyati esa ommaviy tadbir tashkilotchisiga tomoshabinlar va tadbirning boshqa ishtirokchilari uchun mo'ljallangan joylarning soni to'g'risidagi axborotni taqdim etishi, ommaviy tadbirni o'tkazish obyektining sig'imiga muvofiq chiptalarning sotilishini ta'minlashga majburdir. Shuningdek, qoidalarga ko'ra, tadbir o'tkaziladigan